alaykum, hurmatli zotli mol ishqibozlari, hurmatli Semental Uz kanalini obunachilari. Sizlarning e'tiborlaringga o'zim uyimda boqib kelayotgan bir dona limuzin bor. Shuni Sementaldan ustun tomonlarini bir gapirib, sizlar bilan solishtirib, fikrlarimizni shu kommentariyada yozib, fikr almashib, maslahatlashib degan video qilyapman. Bu limuzinimiz yosh hali. Bo'lsa 11 oylik bo'lyapti. Bular Sementalga o'xshab onasini sutiga umuman to'yishmaydi o'zi. Zoti shunaqa semiz bo'ladigan. Sutga to'ygan, unday bunday degan gap yo'q bularda. Bularda faqat suvayi buzuq, figurasi chiroyli. Endi baribir ko'pchilik Sementalga o'rganib bo'ldi. Boshida o'zimiz ham Semental boqqanmiz. Pashti ko'p joyi Sementalga o'xshab ketadi bu zotni ham. Lekin yana bir dona Semental olib kirib kalasini bir solishtirib boqish niyatim. Buni 1-2 sotaman dedim, keyin xaridorlar keldi, shu 36 million qilishdi, berilmadi. Bozorlar bilan ko'tarilib ketganiga sotkim kelmay qoldi. Keyin sotib yubordim deb qo'ydim. Jonivor. Juda beg'ubor. Mana birkalari o'sha BY Belarusiyani tozalaymiz endi. Ko'chat. Endi yoniga bitta Semental qo'yib, shu bilan bir qaysi bir zot kuchliligini bir o'zim uchun sinab ko'rgani bir boqmoqchiman. Bularda shu yoshligidan katta molni bir figurasi urib orar ekan basharasiga. Tepalari. Bir boqqandim, belgiyskiga yaqinda sotdim. Bilganlar biladi, 59,5 millionga sotildi. Buni ham rasa boqdim. Endi o'sha ikkovini boqib ko'rmoqchiman. Qaysi biri yaxshi ekan? Menga o'zi ko'proq Semental yoqadi. Menga ko'p Semental boqdim. Chiroyli, tomosha qilib o'tirsangiz ham odamni bir havasini keltiradigan narsa. Endi mana shu narsaga ham anchadan beri qiziqib kelaman. 1-2 boqdim bundan. Kattasidan ham boqdim, kichigidan ham boqdim. Mashinasi qandaydir menga hammasidan ko'ra yoqqani shu. Shunga bitta she'riy olib, har oy video qilib turamiz. O'zgarishlarini bir ko'rib, baho berib, sizlar bilan bilmaman endi bu necha oy boqaman, lekin bitta she'riy qilib boqmoqchiman. Mana holatlari. Qo'ramizni tepasini yopib forsak, daraxtlarning soyasi bilan yaxshi bo'lib qoladi. Sog' bo'lasizlar. Nomerlarimizni yozib qo'yamiz, bir gap so'zlar bo'lsa telefon qilib gaplashilaveradi. Maslahatlaringni berishlaringni so'raymiz. Bir donadan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib qo'yasizlar.